Qaynanasiz kelinni bir kuni deb hamma yoqda chiqayotgan bo'lsam, men bugun sizlarga qaynanali kelinni bir kunini ko'rsataman. Aytgancha obuna bo'lib qo'ysiz juda ham xursand bo'laman, chunki katta akkauntim blokka tushib qolgan. Ertalab uyg'onishim 10-11 bir xillarida, kech yotsam 12 gacha cho'ziladi. Turishim bilan oyijondan nima deyli zavtraqqa deb so'rasam, zavtraq shart emas, biratolasi obedga tayyorgarligingizni qiling deydilar. Lekin bugun voqli 9 da turib, yangi kelinlardek chiroyli zavtraqlarni tayyorlab, hamma bilan o'tirib zavtraq qildik. Zavtraqimiz plotniy bo'lgani uchun oyijon tam ujunam bitta bo'ladi, bir qozon kabob qiling deganlar uchun koreykalidan qozon kabob qilib oddiy yog' emas, qo'yi dumbalarini eritib, jizzala qilib pishirilgan qozon kabob baribir boshqacha bo'ladi. Qozon kabob qilayotganingizda qanaqa yog'dan foydalanasizlar, kommentariyada albatta yozib ketinglar. Go'shtimizning eng mazali joyi kareykalarimizni qovurib olib, keyin ketidan xuddi o'sha yog'da kartoshkalarimizni ham qizartirib olamiz. Hamma mahsulotlarni birin-ketinlikda qozonga joylab, keyin to'la katta pelada qora choy sovuramiz. Go'shtimiz yana ham xil-xil bo'lib pishadi. Aytgancha bu kunlar bizda faqat shanba va oddiqda bo'ladi. Pishirgan taomim sizlarga yoqqan bo'lsa, like va kommentariya kutib qolaman. Menga obuna bo'lib qo'ying.